Akajon, men sizni mashinangiz uchun juda ham chiroyli nabor tayyorlab qo'yganman. Diqqat bilan kuzatib, tomosha qiling. Registrator Premiere Pro avtoziyoniki bo'ladi. Ikkita kamerali, G-sensorga ega, nochnoy videolargacha bor. Buni narxini любой joydan so'rasangiz 600 ming so'm sotishadi. Naborimiz ichidagi chexollarimiz bilan tanishtiradigan bo'lsak, orqalari kojinli, yon atrofi kojinli, o'rtasi ko'rishingiz mumkin, to'qima materialli, ancha uzoq muddatga xizmat qiladigan yaxshi chexollarimizdan. Evakor poliklarimiz eng original, borti balandidan. Originalligi haqida shubha yo'q. Chista Xitoy fabrichni, orqalari suv shimmaydigani, tikiladigan rul chexollarimiz chista kojinlisi va bunga bonus qilib balon pena va освежителni sizga shu nabor ichida mutlaqo hadya qilamiz. Shu sanab o'tilgan mahsulotlarimiz 30-yanvargacha bizning Zomin Optim profilining obunachilari uchun bor yo'g'i 995 ming so'm. 30-yanvargacha kelib xarid qilishga ulgurib qoling. Ushbu video kommentariyasida eng ko'p do'stini belgilagan foydalanuvchimizga 906 megahertz pultini, ikkinchi o'ringa esa Pioneer 600 wattlik original kolonkasini hadya qilamiz. Bosinglar.